Ahsanallohu alaykum. Muallif rahimahulloh aytadi: Alloh taoloning quyidagi so'zlari: Hamd va sano bola chaqa qilmagan, podshohlik, ilohlikda sherigi yo'q, xor zorlikdan qutqaruvchi, do'sti yordamchisi bo'lmagan, ya'ni hech kimga xor muhtoj bo'lmaydigan zot Alloh uchundir deb ayting va u zotni mudom ulug'lang. Osmonlardagi va yerdagi bor narsa Allohga tasbih aytur. Egalik, podshohlik yolg'iz unikidir va hamd va sano yolg'iz uning uchundir. U barcha narsaga qodirdir. Barcha olamlarni oxirat azobidan qo'rqituvchi bo'lsin deb o'z bandasi Muhammadga Furqon, Qur'on nozil qilgan zot Alloh barakotli, buyukdir. U osmonlar va yerning podshohligi o'ziniki bo'lgan, bola chaqa qilmagan, podshohlikda biron sherigi bo'lmagan va barcha narsani yaratib, aniq o'lchov bilan o'lchab qo'ygan zotdir. Allohning bolasi yo'qdir va u zot bilan birga biron iloh bo'lgan emasdir. Aks holda, albatta har bir iloh o'zi yaratgan narsa bilan ketib, bir-birlaridan ustun bo'lib olur edilar. Alloh ular aytayotgan shiriklardan pokdir. U g'ayb va shahodatni, ya'ni yo'q va borni biluvchidir. Bas u mushriklarning shirklaridan yuksakdir. Allohning o'xshashini qidirmanglar. U zotning misli o'xshashi yo'qdir. Albatta Alloh barcha narsani bilur, sizlar esa hech narsani bilmaysizlar. Ayting, Parvardigorim faqatgina oshkor va yashirin buzuqliklarni, barcha gunoh ishlarni, nohaq zulm qilishni va Allohga sherik ekanligiga hech qanday hujjat tushirmagan narsalarni unga sherik qilib olishingizni hamda Alloh sha'niga bilmaydigan narsalarni gapirishingizni harom qilgan. Shayxul Islom ibn Taymiya rahimahulloh ushbu oyatlarni Alloh taoloning sherigi yo'qligi, uning yakkayu yolg'iz ekanini tasdiqlash uchun keltirgan. Shuningdek, ushbu oyatlar Alloh taoloning ismlari, sifatlari va amallarida mutlaq kamolot sohibi ekanini, uning hech bir jihatda o'xshashi va tengi yo'qligini bayon qiladi. Alloh subhanahu va taolo barcha nuqsonlardan pok, barcha kamol sifatlari bilan sifatlangan zotdir. Uning mulkida ham, rububiyatida ham, ulug'iyatida ham, ismlari va sifatlarida ham hech qanday sherigi yo'q. Ahsanallohu alaykum. Muallif rahimahulloh aytadi: Alloh taoloning quyidagi so'zlari: Rahmon arsh uzra yuksalgandir. So'ng arshga ko'tarildi. Bu ibora Qur'oni Karimda 6 o'rinda kelgan. Ey Iso, albatta men seni vafot ettiruvchi va o'z huzurimga ko'taruvchiman. Balki Alloh uni o'z huzuriga ko'tardi. Har bir xush so'z unga yuksalur va yaxshi amalni ham Alloh o'z dargohiga ko'tarur. Fir'avn aytdi: Ey Xomon, men uchun bir baland qasr qurgin. Shoyatki men u qasrning ustiga chiqib, yo'llarga, osmonlarning yo'llariga yetib, Musoning ilohini ko'rsam. Dar haqiqat men uni yolg'onchi deb gumon qilmoqdaman. Osmondagi zot sizlarni yer yuttirib yuborishidan, bas banogoh yer titroqqa tushib, sizlarni bosib qolishidan xotirjammisizlar? Qo'rqmaysizlarmi? Yoki sizlar osmondagi zot ustingizga tosh yog'dirishidan xotirjammisizlar? Hali mening ogohlantirishim qanday ekanligini bilib olajaksizlar. Alloh taolo Qur'onda 7 o'rinda istivo, ya'ni arshga ko'tarilishini o'ziga nisbat bergan. Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Rahmon arsh uzra yuksalgandir. Albatta Parvardigoringiz Alloh shunday zotdirki, osmonlar va yerni 6 kunda yaratib, so'ngra arshga ko'tarildi. Albatta Parvardigoringiz osmonlar va yerni 6 kunda yaratib, so'ngra arshga ko'tarilgan, o'z arshini egallagan Allohdir. Alloh osmonlarni siz ko'rib turgan ustunlarsiz ko'tardi, so'ngra arsh uzra yuksaldi. U osmonlar va yerni hamda ularning orasidagi barcha narsalarni 6 kunda yaratib, so'ng arshga ko'tarilgan zotdir. U Rahmondir. Shunday ekan, u zot haqida yaxshi biluvchidan so'rang. Alloh osmonlar va yerni hamda ularning o'rtasidagi bor narsani 6 kunda yaratib, so'ng arshga ko'tarilgan zotdir. U osmonlar va yerni 6 kunda yaratdi, so'ng arshga ko'tarildi. Bu oyatlarning barchasi Alloh tabaraka va taolo arsh ustiga istivo qilganini tasdiqlaydi. Istava so'zi arab tilida ulamolar aytganlaridek gapning mazmuni va kelishiga qarab 4 xil ma'noda bo'ladi. Agar undan keyin ala kelsa, uning ma'nosi undan keyin ila kelganidagi ma'nodan farq qiladi. Undan keyin vav kelganidagi ma'nodan ham farq qiladi. Shuningdek, hech qanday harf bilan cheklanmasdan mutlaq kelgandagi ma'nodan ham farq qiladi. Agar istava ala shaklida kelsa, uning ma'nosi yuqori ko'tarildi va oliy bo'ldi demakdir.
Shundan biri arsh ustiga istivo qildi, ya'ni ko'tarildi iborasi bo'lib, bu Alloh tabaraka va taoloning ulug', ya'ni oliylik sifatiga dalolat qiladi. Agar ila bilan kelsa, qasd qildi ma'nosini anglatadi. Zero Qur'onda so'ngra samoga yuzlandi-da, ularni 7 osmon qilib tikladi deyilgan. Ya'ni osmonni qasd qildi va uni 7 osmon qilib tartibga soldi. Agar vov bilan kelsa, ikkalasi tenglashdi degan ma'noni anglatadi. Falon narsa bilan falon narsa istivo qildi, ya'ni ikkalasi tenglashdi. Agar hech qanday harfsiz mutlaq kelsa, pishdi ma'nosini anglatadi. Zero Alloh taolo Qur'onda qachonki u voyaga yetib, aqli to'lgach, biz unga hikmat va bilim ato etdik degan, ya'ni yetildi. Shuningdek, taom istivo qildi deyilsa, ya'ni pishdi va tayyor bo'ldi degan ma'noni bildiradi. Demak, istava degan so'z gapning mazmuniga qarab turlicha ma'no anglatadi. Bu yerdagi oyatlarning barchasida istava ala shakli kelgan bo'lib, uning ma'nosi yuqori ko'tarildi va oliy bo'ldi demakdir. Arsh ustiga istivo qilish ham fe'li sifatlar jumlasidandir. Alloh taolo arsh yaratilganidan keyin unga istivo qilgan, chunki arsh Alloh tabaraka va taolo yaratgan mahluqotlaridan biridir. Alloh osmonlar va yerni 6 kunda yaratdi, so'ng arsh ustiga istivo qildi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam marhamat qilganlar. Alloh osmonlar va yerni yaratishidan 50 ming yil oldin barcha mahluqotlarning taqdirlarini yozib qo'ygan edi. O'sha vaqtda uning arshi suv ustida edi. Ya'ni u arshga hali istivo qilmagan edi, balki osmonlar va yerni yaratgandan keyin arshga istivo qilgan. Demak, arsh ustiga istivo qilish fe'li sifatlardandir. Bu Alloh tabaraka va taoloning qilgan amallaridandir. Arshga istivo qilishi, ya'ni arsh yaratilganidan keyin arsh uzra oliy bo'lishidir. Alloh barcha kamolat sifatlari bilan oliydir. So'ngra muallif Alloh tabaraka va taoloning mahluqotlaridan oliy ekanini isbotlovchi oyatlarni zikr qildi. Alloh jalla va alo mahluqotlaridan oliydir. Uning ismlaridan biri Al-Ali, yana biri Al-Azimdir. Allohning ulug' sifati 3 xil bo'ladi. Ulug'ul qadr, maqom va sharafning ulug'ligi, ulug'ul qahr, qudrat, ulug'ul makon. Ulug'ul qadr haqida Alloh tabaraka va taolo u oliy va azimdir degan. Demak, uning qadri buyukdir subhanahu va taolo. Ulug'ul qahr, qudrat esa Alloh tabaraka va taoloning uning o'zi bandalari ustida g'olibdir degan so'zidadir. Bu Alloh tabaraka va taoloning qudrat va qahr jihatidan oliyligidir. Ulug'ul makon esa Alloh taoloning osmondagi zotdan xotirjammisizlar degan so'zidadir. Demak, Alloh tabaraka va taolo ulug'ul qadr, ulug'ul qahr, qudrat va ulug'ul makon sifatlariga egadir. Musulmonlarning barcha toifa va firqalari Alloh taoloning ulug'ul qadr va ulug'ul qahr sifatlarini tasdiqlaydilar. Ammo ulug'ul makonni faqat ahli sunna tasdiqlaydi. Bid'at ahlidan ba'zilari Alloh hamma joyda deydi, yana ba'zilari Alloh hech bir joyda emas deydi. Faqat ahli sunna Alloh subhanahu va taolo 7 qavat osmonning tepasida, arshning yuqorisidadir deydilar. Shayxul Islom Ibn Taymiyya rahimahulloh bunga dalolat qiluvchi ba'zi oyatlarni keltirdi. Jumladan Alloh tabaraka va taoloning ey Iso, albatta men seni vafot ettiruvchiman va o'z huzurimga ko'taruvchiman degan so'zi. Bu Allohning yuqorida ekaniga dalolat qiladi. Boshqa oyatda balki Alloh uni o'z huzuriga ko'tardi degan. Yana bir oyatda u zotga yaxshi so'z ko'tariladi degan. Hatto Fir'avn ham ey Xomon, men uchun bir baland saroy qur. Shoyatki osmonlarning yo'llariga yetib Musoning ilohini ko'rsam degan. Shuningdek Alloh taolo osmondagi zot sizlarni yer yuttirib yuborishidan, bas banogoh yer titroqqa tushib sizlarni bosib qolishidan xotirjammisizlar? Qo'rqmaysizlarmi? Yoki sizlar osmondagi zot ustingizga tosh yog'dirishidan xotirjammisizlar? Hali mening ogohlantirishim qanday ekanligini bilib olajaksizlar, deb marhamat qiladi. Demak, Alloh tabaraka va taolo osmonlarning ustidadir, osmonlar ichida emas. Chunki Alloh o'z mahluqotidan alohidadir. Balki osmonlar uning o'ng qo'lida o'ralgandir. Alloh subhanahu va taolo osmonlarni bir barmog'ida tutadi. Qanday qilib u osmonlarning ichida bo'lishi mumkin? Alloh osmonlardan ham buyuk va osmonlardan ham ulkandir subhanahu va taolo. Qanday qilib u osmonlarning ichida bo'ladi? Alloh subhanahu va taolo osmonning ustidadir, ya'ni balandlikdadir, osmonning ichida emas. Arab tilida insonning ustida bo'lgan har bir narsa samo, ya'ni osmon deb ataladi. Shuning uchun Alloh tabaraka va taolo osmondan suv tushirdik degan, ya'ni bulutdan. Don sotayotgan kishi haqidagi hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam qo'llarini g'alla uyumiga kiritganlarida barmoqlari namlikka tegdi. Shunda u zot, "Bu nima ey don egasi?" dedilar. U esa unga osmon tegdi, ya'ni yomg'ir yog'di dedi.
Demak, sening ustingda bo'lgan har bir narsa osmon deb ataladi. Alloh subhanahu va taolo osmonning yuqorisidadir. Chunki osmonlardan yuqorida kursiy, kursiydan yuqorida esa arsh bor. Alloh subhanahu va taolo esa arshning ustidadir. سبحانه وتعالى. نعم.